Bu dargohga kelib bilim olganimdan xursandman. Shunaqa aka-ukalar, opa-singillar topdik, orttirdik. Avvalambor sizga rahmat. Erta mana sherigim bitta insight misol ishxonada bir 100 ta xodim bor. Kelishadi, unisi buni iltimos qiladi, bunisi buni iltimos qiladi. Biz rahbariyat. Unisiga hop deysiz, bunisiga hop deysiz, ko'ynimiz bo'sh. Aytganingizdek, biza qiladigan ish kalibri boshqacha ekan. Unga boshqa xodim olib turib, o'sha ishlarni распределение qilishni boshladik. O'rtog'imiz tundan kulishni boshladi-da. O'zgarishni boshlabsan. Murod aka Muhammadjonovdan yaxshi insightlar oldik. Sog'liq bo'yicha bizda ozgina qiynab turgan muammolar bor edi. O'shalarga xudo xolasa yechim topamiz inshaalloh. Sizga minnan-ming rahmat aytamiz ustoz. Umringiz uzoq bo'lsin, farzandlaringizga bosh bo'ling. Aytganingizdek, dadingizni hamma duo qiladi, xudo xolasa. Hoji onani umrlari uzoq bo'lsin. Bir darsimizdan keyin biznes klubimiz bor, klinikalarniki. Hasan akam bilan ko'rishdik siz bilan. Igloterapiya olib turardim dedingiz. Ustoz, xudo xolasa mana klinika Almaz Medline shu yerda mahallada. Sizni oldindan Yakkasaroy masjidida ko'rardim. Endi darsingizga keldim, yaqin bo'lish nasib qildi xudo xolasa. Xohlagan paytingiz kelasiz. Lecheniya sizga shundoq xizmat ko'rsatamiz ustoz. Xizmatingizga har doim tayyormiz.